Assalomu alaykum hurmatli brifing tinglovchilari. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16-dekabr 2025-yildagi 792-son qarori bilan tasdiqlangan aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali davlat xizmatlarini joyda baholash imkonini beradigan QR kodlarni yaratuvchi modul ishlab chiqilishini hamda davlat xizmatlarini aholi tomonidan baholash imkoniyati yaratilishi ta'minlanadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va litsenziya axborot tizimida vakolatli organlar tomonidan davlat xizmatlarini ko'rsatish asossiz rad etilganda tegishli to'lovlarni vakolatli organlarga yo'naltirilgan qismini ariza beruvchiga qaytarish bo'yicha murojaat qilish hamda adliya organlari xulosalari asosida vakolatli organlar tomonidan tegishli to'lovlar qaytarilganligi haqida xabarnomalarni ariza beruvchi va adliya organlariga yuborish yo'lga qo'yilmoqda. Davlat xizmatlari ko'rsatuvchi vazirlik va idoralar hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari o'z faoliyati yo'nalishida davlat xizmatlari yagona reyestrida nazarda tutilgan davlat xizmatlarini aholi tomonidan maxsus QR kodlar orqali yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida baholash imkoniyati yaratiladi. Davlat xizmatlari ko'rsatilishi, qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi hamda baholash natijalari xodimlarning eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari kifoya sifatida belgilash choralari ko'riladi. Baholash natijalari bo'yicha qo'yilgan baho va bildirilgan fikrlar asosida ularning doimiy ravishda tahlil qilib borilishi hamda baholash reytingida o'z faoliyat yo'nalishini yaxshilash choralari ko'rib boriladi. Bunda davlat xizmatlari ko'rsatuvchi vazirlik va idoralar hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlariga shaxsiy javobgarlik yuklanadi. Adliya vazirligi aholi tomonidan bevosita qo'yiladigan baho va bildiriladigan fikrlar asosida davlat xizmatlarining sifatini yaxshilash bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi vazirlik va idoralar hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini doim nazorat qilib boradilar. Mazkur qaror bilan davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini aholi tomonidan baholash tartibi to'g'risidagi nizom 1-ilovaga muvofiq hamda davlat xizmatlari ko'rsatish asosi rad etilgan arizalar yuzasidan undirilgan davlat bojlari, yig'imlar va boshqa har qanday to'lovlarni vakolatli organga yo'naltirilgan qismini ariza beruvchiga qaytarish tartibi to'g'risidagi nizom 2-ilovaga muvofiq tasdiqlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.